Avtomobil namını yetkiş kesiplerimiz bugün tatip eslik geldi yoğa şoptum dostlar. Yoğa şopta da biz bulanlar inkes rayında. Manım şu bizninki zalının birinci qavatida bizninki avtomobilin namını yetkiş mülazimet közneklerimiz orlaştırılıq. Bugünden tatip toluq eslik geldi. 315 koy pulga her qandaq avtomobilinki namını yetkiş kesiplerini bicirələysiz. Endikin 3 çaqlıq motosikletimiz, 2 çaqlıq motosikletimiz bizim malum şəhərdə xizmətçi xadimlar becirib burada bunun o'ttirda bidik yo'q. Qandaqdır sizga bijirib bergan ish haqqi, tapın haqqi u bu oladigan ish yo'q do'stlar. To'liq eslik keldi. Shukurning tasdiqlashi bilan qaranglar. Men kelgan do'stlar mana bu yerda bizningki xizmatchi xodimlar mulozimat kesibni bijirib turdi. Hamma yerda erib qolsanglar, bu yerda o'tirsizlar. Ustab kessanglar choy, sigaret kelib kelsa xala, sip chiqinglar kelsa. Hammasi mushum tatib, hammasi normal o'rlashtirib. Ananiki ma'no ichidimi, zalning ichidimanda kesib bijigash yangi mashinalarni ko'ralasizlar. Yangi mashinani avtomobilni ilm setim qilib ketib boramiz. Endi demak bozorimizningki avtomobil ilm setim, bank qarzi, avtomobil tashkilish, avtomobil asrash, ananikin avtomobilning nomini yetkash, avtomobilni chetga chiqarish degandek mana shu kasblarning hammasi jo'rishib ketdi. Endi yetavlong dem to'qilib bir ejdira degandek qilib 5dan tortib oygacha mush kasbning hammasi to'liq bor do'stlar. Bunun için kesiplerimizi texim mollashtiramiz, mashinalarımızın türünü texim ko'paytiramiz. Amal bormish do'stlarga cho'qim yaxshi a'lo mulozimat qilamiz deb o'ylayman. Vaqt intanjish ketmaydi, kelasiz bizning bolalar qisqa vaqt ichida tez suratda kesiblaringizni bejirib turdi. Bir tal mashinaning nomi yetkish odatda yarım saatmi vaqt ketmaydi do'stlar. O'rnimizniki topmoq intayin oson. Janubiy Shinjon avtomobil bozorimiz do'yindagi birinchi filmni ko'rsanglar bizning o'rnimizni topa olasizlar. Har qanday kasbga ehtiyojingiz bo'lsa, bizga ayrim uchur qilsanglar, biz bolalar sizlarga aloqalashib bizning o'rnimizni xarid orqali deb bersak bo'ladi. Intayin tez suratda, intayin sifatli holatda kasblarini bijirib turamiz. Qandaqdir bu yerda rasm jug'an pul oladigan, sizlarga ish qilib bergan pul oladigan ish yo'q. 315 ko'p puldan hammasi bitadi degan gap. Qanday bo'ptimi do'stlar? Mazal chiroyliqmikan qaranglar. Mana bizning ko'znaklarimiz chiroyli yarashibdimi? Mana shunday holatda bugundan tortib rasmiy mulozimat kasbimizni boshlab o'tdik. Xayr xo'sh do'stlar.